Hurmatli bugun mavzum termoelektrik termometrlar, magnitoelektrik millivoltmetrlar, potentsiometrlar, avtomatik potentsiometrlar rejalar bo'yicha tanishtirmoqchi bo'lsak, termoelektrik termometrlar nazariy asoslari va termoelektrik natijalari, termoelektrik materiallar va termoelektrik o'zgartirgichlar, millivoltmetrlar va potentsiometrlar. Termoelektrik termometrlar yordamida temperaturani o'lchash 1821-yilda Zeybek kashf etgan termoelektrik hodisasiga asoslangan. Bu hodisaning temperaturani o'lchashda qo'llanilishi ikki xil metall simdan iborat zanjirli ularning kavsharlangan joyida temperaturalar farqi hisobiga hosil bo'lgan EUK effektiga asoslangan har xil AVV o'tkazgichlardan iborat zanjirlar ko'rib chiqamiz. Ana ushbu rasmda e'tibor bergan bo'lsangizlar, ikki xil o'tkazgichli temperaturali zanjirlar ko'rsatilgan. Termoparaning o'lchanayotgan muhitga tegib turgan joyi kavsharlangan uchi bir issiq ulanma o'zgarmas T0 temperatura turlari muhitidagi joyi, ikki esa erkin uchi sovuq ulanma deyiladi. AVV o'tkazgichlar termoelektrodlar deyiladi. Bunday kavsharlangan o'tkazgichlar esa termopara deb ataladi. Ularda hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuch termoelektr yurituvchi kuch TÜK deyiladi. Ulanmalardan birining temperatura o'zgarmas, masalan T0 konstansiya bo'lsa, unda E indeksi AB qovunchiga T0 barobar FT. Bu ifoda mazkur temperatura uchun darajalash yo'li bilan termoelektrik yurituvchi kuchning temperatura nisbati topish temperaturasi o'lchash masalasini teskari yechish kerakligini bildiradi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerga 6-rasmga e'tibor bergan bo'lsak, 6-ga 3-chi o'tkazgichli ulanish sxemasi A termopara qarshilikni zanjir uzishi, B termoelektrlarning uzishi deyiladi. Bu yerda temperatura termoelektrik termometrlar yordamida o'lchash uchun termometr hosil qiladi. EUKni va erkin uçlarning temperaturasini o'lchash kerak. Bu darajada xarakterlangan termoelektrik kuchlar bilan ish ulanmasi rабочий spay temperaturasi orasida munosabat o'rnatadi. Termoelektrik termometrlarning darajalash xarakteristikasi odatda erkin uçlarning temperaturasi 0 gradusga teng bo'lgan holatda aniqlanadi. Sxemaga e'tibor bermoqchi bo'lsangizlar, 6-chi rasmda termoelektrik termometrlarning erkin uchlari temperaturasiga ko'rsatilgan. Bu yerga E qovunchiga TD E birligi bo'yicha ko'rsatilgan. Bu yerga T0lar, T0 koeffitsiyentlar bo'yicha grafikning o'sish darajasi ko'rsatilgan. Shu uchun ushbu rasmda termoelektrik termometrlarni o'lchash asbobi ulash sxemasi ko'rsatilgan. Termometr komponent termolar 1 ulash, sim 2 va o'lchash asbobi 3 kiradi. E'tibor bergan bo'lsangizlar, 6-4 rasmga aytmoqchi bo'lsak, bu yerga temperaturalar farqi o'lchanayotgan nuqtalarning temperaturasi o'zaro teng bo'lsa, unda o'sha nuqtalarda termometr hosil qiladigan TÜKlar teng bo'ladi. Bundan holda termometr zanjirlar to'ki holda teng bo'ladi. Ushbu rasmga termoelektrik zanjirlar, termometrli o'lchash asbobi ulash, batareyalar, differensial termometrlar ko'rsatilgan. Ulash sxemaga e'tibor bergan bo'lsangizlar, birinchi sxema bo'yicha zanjirning ulanish holatidagi birinchi sxemaga A, B nuqtalar, A cho'lg'an, B holatdagi T0 lar ko'rsatilgan, manfiy va musbat holatdagi. Nima uchun manfiy va musbat holatdagi? Chunki ketayotgan elektr tok kuchining manfiy va musbat holatdagi o'zgarishlari ko'rsatib qo'yilgan. Termoelektrik materiallar va termoelektrik o'zgartirgichlarga kelmoqchi bo'lsak, turli o'tkazgichlarning jufti termoelektrik o'zgartirgichlarni tashkil etishi mumkin, ammo har bir juftlik ham amalda qo'llanishi yaravermaydi. Asos talablar quyidagilardan iborat: yuqori temperaturalar ta'siriga chidamlilik, termoelektrik kuchning vaqt bo'yicha o'zgarmasligi, uning iloji boricha katta qiymatga ega bo'lishi va temperaturaga bir qiymatli bog'liqligiga qarshi temperatura koeffitsiyentining katta bo'lmasligiga va katta elektr o'tkazuvchiligiga ega bo'ladi. Ushbu jadvalga e'tibor bergan bo'lsangizlar, termoelektrik termometrlar turlari ko'rsatilgan. Mis komplekli, mis nikelli, termometr mis nikelli. Nima uchun pastki o'lchash chegarasiga e'tibor bergan bo'lsangiz, -200 gradusdan to 0 gradus Selsiyacha ko'rsatadi. Nima uchun? Chunki qarshiliklarning olish darajasi minusdan to manfiy holat, musbat holatgacha keladi va uzoq vaqt qo'llanishida
ko'rsatilgan chegaralar ko'rsatilgan. Bu ham gradus Selsiy holatda 100 dan 600 gacha, 400 dan 600 gacha. Oddiy olmoqchi bo'lsak, wolframli 5%, wolframli 20% qarshiliklarni ko'rsak, 2200 dan 2,5 gradus Selsigacha yuqori o'lchash chegarasi ko'rsatilgan. Ularda bosim 400 megapascal bo'lganda -50 gradusdan +1100 gradus Selsigacha bo'lgan temperaturalar oralig'ida qo'llaniladi. Kabel turidagi termometr muhiti afzalligi ularning AESlarining energetik reaktorlarga ishlatishga imkon bo'ladi. Radiatsion chidamligi, shuningdek issiqlik zarbalariga, tebranishiga va mexanik nagruzkalarga nisbatan oshirilganda chidamlikdan iborat. Sirt temperaturalari o'lchashga mo'ljallangan termoelektr termometrlar maxsus konstruksiyaga ega. Bunday termoparalardan kimyo sanoatida keng foydalanadi. Ular turli apparatli turoprovod mashinalarning aylanuvchi joyiga va hokazolarning sirt temperaturasini o'lchashga xizmat qiladi. Uzatuvchi termoelektrik simlar. Termometrlarni o'lchash asbobi bilan ulaydigan simlar shunday materiallardan tayyorlanadiki, ular o'zaro juft bo'lib, o'zaro ulangan termoelektrik termometrlar hosil qilinadigan yukani o'sha temperaturada hosil qiladi. Bunday talab taxminan 100 gradus Selsiy temperatura bilan chegaralanadi. Bundan yuqori temperaturalarda termometr va ulaydigan simlarning xarakteristikalari bir-biridan farq qilishi mumkin. Bunday bo'lishiga yo'l qo'yiladi, chunki ulaydigan simlarning temperaturasi odatda yuqori bo'lmaydi. Ushbu e'tibor berilgan tavsiya etilgan uzatuvchi termometrik simlar ko'rsatilgan jadvalda mis kompil qizil sariq, mis nikelli M bilan belgilangan harfi, mis konstantli qizil pushti jigar rangi bilan belgilanadi. Nikel xrom aylanishi MTNN, mis konstantli, mis titan, nikel, mis qizil pushti jigar, qizil, yashil, qizil, ko'k. Wolfram renili belgilanishiga e'tibor bergan bo'lsangiz, Mn mis qotishmasi Mn 2,4 qizil pushti ko'k zangor bo'ladi. Millivoltmetrga kelmoqchi bo'lsak, hozir termometrlar termoparalardagi elektr yurituv kuchlarining o'lchashi uchun magnitometr, millimetrlar, potentsiometr va o'zgartirgich keng qo'llanmoqda. Millivoltmetr magnitolik o'lchash asbobi bo'lib, ularning ishlash prinsipi uning qo'zg'aluvchan ramkasidan o'tayotgan tokning o'zgarmas magnit maydon bilan o'zaro ta'siriga asoslangan. Millivoltmetrga kelmoqchi bo'lsak, ushbu qismga e'tibor beringlar. Millimetrning tuzilishi ko'rsatilgan. Millimetrlarning tuzilishi ushbu rasmda ko'rsatilgan. Doimiy magnit birning qutb uchlari 2 da tayanch tavnislari 8 da aylanganda orqali joylashgan o'zak uch orasida havo oralig'ida ramka 5 bor. Ramkaning uchlari o'qlar 7 ga ulangan. Ramkaga konsistensiya 9 strelka o'ngga ulangan. Strelkaning uchi shkala 11 bo'ylab siljiydi. Ramkaga termopara zanjiriga ulanganda spira prujina olti orqali keladigan tok ramkadan o'tadi. Ramkaning cho'lg'ami orqali tok o'tganda hosil bo'lgan magnit maydon bilan doimiy magnit maydon o'rtasidagi o'zaro ta'sir natijasida hosil bo'ladi. Potentsiometrlar bo'yicha kelmoqchi bo'lsak, asboblarga o'lchash aniqligi nuqtai nazardan qo'llaniladigan talablar o'lchaganligi oshganligi sababli hozir temperaturani termopara bilan o'lchashda millivoltmetrlardan foydalanishda kamchiliklardan xoli bo'lgan kompensatsion yoki potentsiometrik usul tobora keng qo'llanmoqda. Potentsiometrik o'lchash usul millivoltmetr yordamida olib boriladigan o'lchashda ancha afzaldir. Potentsiometrning ko'rsatishi tashqi zanjir qarshiliklarining o'zgarishiga asbob temperaturaga bog'liq emas. Potentsiometrda termopara erkin ishlari temperaturaning o'zgarishida avtomatik ravishda tuzatish kiritiladi. Shuning uchun o'lchash aniqligi yuqori bo'ladi. Ushbu rasmga e'tibor bersang, qo'l bilan muvozanatlashtirilgan potentsiometr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'l bilan muvozanatlashgan potentsiometr sxemasi manfiy va musbat holatdagi kuchlashdan kirish natijalari ko'rsatilgan. Qarshiliklar va qarshiliklardan keyin potentsiometrning ko'rsatish darajasi ko'rsatilgan. Ushbu rasmda
Ushbu rasmda ko'chma potentsiometrlardan farqli o'laroq avtomatik potentsiometrdagi reaktorning sirpang'ichi qo'l bilan emas maxsus qurilma orqali avtomatik ravishda siljiydi. Elektron avtomatik potentsiometrning tuzilish sxemasi ko'rsatilgan. Bu yerga avtomatik elektron ravishda demoqchi bo'lsak, bu yerga masalan oddiy misol bosimning berilishi, temperaturaning o'zgarishi natijasida o'zi avtomatik holatda ulanadi va ulangandan keyin voltmetrlar va potentsiometrning ko'rsatish darajasi olib boriladi. Potentsiometrlar turli xil gabaritda chiqariladi. To'la gabaritli KSB, kichik gabaritli KSB 3 va KSB juda kichik gabaritli ko'rsatuvchi va KPP1 aylanma shkalarli ko'rsatuvchi KVB1 va ko'rsatuvchi uzayishlarga olib keladi. Asbob ichiga signal beruvchi va boshqaruvchi qurilmalar joylashtirilishi mumkin. Termofaraning termoelektrik kuchining aniq o'lchash va magnitoelektrik millimetrdan hamda avtomatik potentsiometrlarni tekshirish uchun o'zgarmas tokda ishlaydigan laboratoriya potentsiometrlaridan foydalaniladi. Ko'chma PP63 va PP70 namuna R330, R370 va boshqa potentsiometrlar namuna asboblarining aniqlik sinfi 0.002 va 0.005 ni tashkil etadi. Jadval bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsak, avtomatik potentsiometrning texnik xarakteristikalari ko'rsatilgan. Texnik xarakteristikaga muvofiq har bir KSB4, KSB3, KSB2, KSB1, KP1 va KP1 ko'rsatkichli potentsiometrning o'lchash nuqtalari soni ko'rsatilgan. Bu uzunlik millimetrlar bo'yicha olinadigan potentsiometrlar, asboblarning gabarit o'lchamlari va diagrammalarning siljish tezliklari ko'rsatilgan. Ushbu jadval orqali avtomatik potentsiometr texnik xarakteristikalarini bilish mumkin.